Ishtaha yo'qolishi. Ishtaha tip haqidagi kitoblarda sabab deb oldin paydo bo'ladigan va odam organizmida qandaydir bir holatni keltirib chiqaruvchi yoki bu holatni turg'unligicha saqlab turuvchi omilga aytiladi. Kasallik esa kishi tanasidagi g'ayritabiiy bir holat bo'lib, kasal kishi a'zosining ishiga bevosita zarar yetkazadi. U g'ayritabiiy mijozdan yoki g'ayritabiiy tarkibidan paydo bo'ladi. Uning yuz berishi shu kasallik holatining natijasidir. Goh bu tabiatga qarama-qarshi bo'lsin yoki qarama-qarshi bo'lmasin, o'z asoratini bildirib turadi. Masalan, inson organizmida va bir darmon dorisi kamayib ketsa, ishtaha yo'qoladi. Bu esa og'ir kasalliklarni keltirib chiqarishi ham mumkin. Kasalliklarning ko'pchiligida 4 davr bo'ladi. Birinchi boshlanish davri, ikkinchi zo'rayish davri, uchinchi zo'rayishda nihoyatga yetish davri va 4-chi pasayish davri. Hamma davrlarda ishtaha yo'qolishi va shuning natijasida kasallik zo'rayib, boshqa kasalliklarga aylanishi yoki yo'qolib ketishi mumkin. Bulardan tashqari ishtaha yo'qolishiga havo ham ta'sir qilishi mumkin. Havo mo'tadil va sof bo'lib, u sog'lik uchun ishlovchi va uni saqlovchi bo'ladi. Havo o'zgarsa, bu ishning teskarisini qiladi. Ishtaha yo'qligiga tashqi muhit, turar joy, yilning fasli, yeydigan va ichiladigan narsalar ham sabab bo'lishi mumkin. Ishtahani ochishda tabiat ne'matlaridan foydalanish usullari. Ishtaha yo'qligini keltirib chiqargan sabablarni aniqlash darkor va bu sabablarni tezda tugatishga harakat qilish kerak bo'ladi. Limon. Limon tarkibida foydali moddalarga boy. Unda 0,6% oqsil, 3% qand, 6% javhar, 1,5-2% ifori moyi mavjud. A, V1, V2 va C darmon dorilariga boy. Shuning uchun buyuk alloma Ibn Sino ishtahani ochishda limonni siqib olingan suvini yoki undan murabbo qilib ichirgan. Ketidan yoki oldidan biror taom yeyilmagani ma'qul. Olxo'ri. Xalq tabobatchiligida olxo'ri qaynatmasi ishtaha ochuvchi, ovqatni hazm qiluvchi sifatida choyga o'xshatib ichib turiladi. Qoraqand. Xalq tabobatchiligida ishtaha yo'qligida ishtaha ochadigan vosita sifatida foydalaniladi. Qoraqand bargini yangiligida yoki quritilgan holida choy o'rnida damlab ichiladi. Mevasidan qaynatma tayyorlanadi. Buning uchun 1 stakan suvga 2 osh qoshiq qoraqand mevasidan solinadi va 20-30 daqiqa qaynatiladi. Har kuni ovqatdan oldin 2-3 mahal 50-100 grammdan iste'mol etib turiladi. Kiyik o'tlili choy. Tog' yonbag'irlarida o'sadigan ko'p yillik ko'kat o'simlik. Kiyik o'tli choyni xalq tabobatida ishtaha ochish, ko'ngil aynishini to'xtatish hamda kayfiyatni yozish uchun ichiladi. Choy damlash uchun 0,5 litrli choynakka bitta kichkina qoshiq oliy navli ko'k choy ozgina va 1 choy qoshig'ida quritilgan va maydalangan kiyik o't solinadi. Ustidan qaynoq suv quyib, bir oz dam yedirilgach, choyga o'xshatib ichiladi. Xantal. O'rta Osiyo mamlakatlaridagi ekinzorlarda begona o't sifatida o'sadi. Tarkibida sinigrin, glikozid, merozin fermenti, yog' va oqsil moddalari bor. Ibn Sino xantal urug'ini ishtaha ochuvchi omil sifatida ovqatga qo'shib va nonga surtib yedirgan. Arpa bodiyon. Vatani Turkiya, O'zbekistonda ziravor o'simlik sifatida o'stiriladi. Xalq tabobatchiligida arpa bodiyon damlamasi ishtaha ochuvchi, chanqov bosuvchi va yengil surgi dori sifatida ishlatiladi. Damlama tayyorlash uchun og'zi yopiladigan idishga 1 stakan qaynab turgan suv quyib, ustiga maydalangan arpa bodiyon mevasidan 1 choy qoshiq solinadi va 1 soat damlab qo'yiladi. So'ngra dokadan suziladi. Damlamadan ovqatdan 15-20 daqiqa oldin 2 osh qoshiqdan ichiladi. Igir. O'rta Osiyoda va O'zbekistonda daryo, ko'l bo'ylarida va ko'lmaklarda o'sadi. Igir ko'p yillik o'simlik bo'lib, bo'yi 1 metrgacha yetadi.
Ildiz poyasi yo'g'on, shoxlangan va ko'p ildizli bo'ladi. Xalq tabobatida ildiz poyadan tayyorlangan qaynatma yoki aroqda tayyorlangan sharbat, nastoyka ishtahani tez ochadi, ko'ngilni yaxshilaydi, yog'ni haydaydi. Qaynatma tayyorlash uchun og'zi yopiladigan idishga 3 stakan suv quyib, ustiga 15 gram maydalangan ildiz poyasidan solinadi va 15 daqiqa qaynatiladi. Sovugach dokada suzib, 3 mahal ovqatdan yarim soat oldin yarim stakandan ichiladi. Kungaboqar. Xalq tabobatida kungaboqar guli va bargidan sharbat, nastoyka tayyorlab ishtaha ochish uchun ichiladi. Barg va gulidan sharbat, nastoyka tayyorlash uchun quritilgan barg va gulni teng miqdorda aralashtiriladi. So'ngra bu aralashmaning bir qismiga 5 qiyom nisbatida 40 gradusli spirt qo'shib 1-2 hafta qo'yib qo'yiladi. So'ng dokada suzib ishtaha ochish uchun kuniga 3-4 mahal bir osh qoshiqdan ichiladi. Karafs. O'rta Osiyodagi hamma mamlakatlarda sug'oriladigan yerlarda o'sadi. Xalq tabobatida o'simlik ildizi va bargidan tayyorlangan damlama ishtaha ochuvchi sifatida ishlatiladi. Damlama tayyorlash uchun biror og'zi yopiladigan idishga 1,5 stakan qaynab turgan suv quyiladi. Ustiga quritilmagan bargni maydalab 1 osh qoshiq solinadi va 4 soat damlanadi. Damlamadan kuniga ovqatdan oldin 1 osh qoshiqdan 3-4 mahal ichiladi. Ermon. O'rta Osiyoda keng tarqalgan shifobaxsh o'simlik. Ibn Sino ermon o'simligidan siqib shirasini olib ishtaha ochuvchi dori sifatida ishlatgan. Petrushka. Xalq tabobatida meva va ildiz damlamalari ovqat hazm bo'lishini yaxshilovchi, ishtaha ochuvchi sifatida ishlatiladi. Damlama tayyorlash uchun choynakka yarim choy qoshiq maydalangan meva va 4 choy qoshiq ildizidan solinadi. Ustiga 2 stakan qaynab turgan suv quyib 8 soat damlanadi. So'ngra shundan 1 osh qoshiqdan ichiladi. Achchiq miya. Uning turlari ko'p. O'rta Osiyo mamlakatlarida keng tarqalgan, asosan cho'l va yarim cho'llarda, qirlarda o'sadi. Achchiq miya turlarining hamma turlari zaharli. Tarkibida alkaloidlar bor. Xalq tabobatida achchiq miya urug'ini ishtaha ochadigan dori sifatida ishlatiladi. Yig'ma dori. Xalq tabobatida ishtahani ochish uchun o'rik, yong'oq, mayiz, asal kerak bo'ladi. Yig'ma dori tayyorlash uchun 400 gram o'rik bargiga 400 gram yong'oq, mayiz, 400 gram yaxshi mayiz danagi bo'lmasligi kerak qo'shiladi. Hammasini aralashtirib, go'sht maydalagichdan o'tkaziladi. Keyin unga 200 gram yaxshi asal qo'shib aralashtiriladi. Shu yig'ma doridan 1 choy qoshiqdan yeb, ustidan og'iz kuymaydigan qilib issiq suv ichiladi. Ishtaha ochishda yaxshi ta'sir ko'rsatadi va oshqozonga ham foyda qiladi. Bilasizmi, kimning hayotligida nonini yeyishmasa, o'lganidan keyin nomini eslashmaydi. Tabassum chehraga ulug'vorlik beradi, dilni ravshan qiladi, qalbga orom bag'ishlaydi.